Mu'min odamning davomli qiladigan ishlari. O'qish va o'rganishdan to'xtab qolmaslik. O'qish, o'rganish islom dinining eng oldingi chaqiriqi bo'lib, Qur'oni Karimdagi eng dastlab nozil bo'lgan oyat Iqro, ya'ni o'qi degan amri bilan boshlangan. Payg'ambar alayhissalom o'qish, o'rganish ayol har qanday musulmon uchun farzdir deb ko'rsatgan. İslam dini o'qish va o'rganishga chaqirgan va musulmonlar uchun o'rganish farz bo'lgan ilm avval Alloh taoloni tonish, ondan Alloh taoloning ko'rsatmalari bo'yicha yashashni o'rganishdan boshlab insoniyatga manfaatli bo'lgan iymon va axloqqa xizmat qiladigan butun ilm turlarining hammasini o'z ichiga oladi. Buning ichiga islomiy ilmlar, ijtimoiy fan, tabiiy fan ilmlari va hozirgi asrda shoxlanib chiqqan butun ilm turlari kiradi. İlimning avvali Alloh taoloni tonish ekanligi munozara qabul qilmaydigan birdan-bir haqiqatdir. Chunki insonlar eng avval o'zlarining yaratquchisini tonimasdan o'zlarini toniyamaydi. Koinotni texmi toniyamaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Fa'lam annahu la ilaha illalloh", ya'ni bilginki Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir deyish orqali iymon bilan kufr o'ttirsidagi fasil bo'lgan kalima tayyibani bilib aytish kerakligiga ishorat qilgan. Demak, iymon ilmsiz to'liqlanmaydi. Iymonning kamolati ilm bilan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Hal yastawillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun", ya'ni biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lamdi deyish orqali olimning qadrini ko'targan. Alloh taoloning roziligini ko'zlab ilm tahsil qilish eng katta ibodatlardan sanaladi. Alloh taoloning roziligini ko'zlab ilm tahsil qilish yo'liga kirgan odam ibodat ustida bo'lgan bo'ladi. Dinimizda texmi ko'p berilishini talab qilish tashabbus qilingan birli narsa ilmdir. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga "Ey Rabbim, ilmimni ziyoda qilgin" deb duo qilishga buyurgan. Ilm tahsil qilishning cheki yo'q. Qanchalik ko'p o'qisa, qanchalik ko'p hosil qilishni tilasa shuncha yaxshi va afzaldir. Diniy ilm, fanniy ilm yoki dunyolik ilm, oxiratlik ilm deb ayirish to'g'ri bo'lmagan bir ayirishdir. Chunki Alloh taolaning roziligini ko'zlab, Alloh taolo buyurgan va ko'rsatgan bo'yicha hayot kechirish orqali Alloh taologa bandichilik burchimizni ado qilish uchun kerakli bo'lgan ilmlarning hammasi diniy ilmdir. Hammasi oxiratlik ilmdir. Aksicha, garchi tafsir, hadis va fiqh o'qisumu, uni zolimlarga xizmat qildirish yoki obro'y qozonish va yoki dunyolik uchunli o'qisa, u diniy ilm hisoblanmagandek, matematika, fizika va biologiyaga o'xshash tabiiy fan ilmlarini o'zining dunyo va oxiratlik manfaatini qo'lga keltirish, Alloh taolaning diniga xizmat qildirish, Alloh taolaning qudratini namoyon qilish orqali islomning haqiqatini o'ttirg'a chiqarish uchun o'qisa, u diniy ilm va Alloh taolaning roziligini ko'zlab o'qigan oxiratlik ilm hisoblanadi. Demak, niyat hammadan a'lo. Payg'ambar alayhissalom amallar niyatlarga bog'liqdir. Har kim o'zi niyat qilgan narsaga erishidi deb ko'rsatgan. Demak, mayli tafsir, hadis va fiqh qatorliq ilmlar bo'lsin yoki matematika, fizika va biologiya qatorliq ilmlar bo'lsin, biz bu ilmlardan qaysi biri Alloh taolaning roziligiga erishish va o'zimizning din va dunyolik manfaat uchun xizmat qildirish uchun o'qisak, biz diniy ilm o'qigan va oxiratlik ilm o'qigan bo'lamiz. Buningdan yaxshi ish bormi dunyoda? Hamma o'quvchining tafsir, hadis, fiqh, tarix qatorliq sohalarda olim bo'lishi shart emas. Muhim bo'lgani dinimizga, musulmon xalqimizga xizmat qiladigan ilmlarning hammasini o'qishimiz lozim. Uyg'urlar turayotgan davlatlarda Uyg'urlar orasidan chiqqan diniy olimlar, ziyolilar, advokatlar, soqchilar, doktorlar, muallimlar va har qaysi sohalarda mutaxassislar bo'lishi zarurdir. Shunda qilgandala biz Uyg'urlar hukumatlarga va yerli xalqqa ta'sirimizni ko'rsata olamiz va dardimizni anglata olamiz. Hozirgi paytda musulmonlarning,
Xususan biz Uyg'urlarning fan texnika egilishimiz tafsir, hadis va fiqh o'qiganga o'xshash zarur va muhimdir. Chunki biz hozir fan texnika orqali kuchayishga xuddi havoga muhtoj bo'lgandek muhtojmiz. Ya'ni kelib tabiiy fan ilmlari Alloh taologa bo'lgan iymonni kuchaytirishga, Qur'on Karimning qimmatini bilishga yordamchi bo'ladi. Tabiiy fan olimlari mundoq degan: ilm sohalari kengaygan sari tengdoshsiz qudratlik, yakka yagona yaratquchining borligiga bo'lgan kuchlik ilmiy dalillar ko'paymoqda. Biologiya, fizika, tabiat, astronomiya olimlari o'zaro hamkorlashib ilm munbirini tiklamoqda. Bu ayni vaqtda Alloh taoloning tengdoshsiz ulug'ligining munbiridir. Yana Angliyalik faylasuf Herbert Spencer mundoq degan: tabiiy fan ilmlari bilan shug'ullanish ibodatdir. Chunki tabiiy fan ilmlariga ichkirilib kirish biz sirlariga yetib bo'lolmay dardlanayotgan va asta-asta bilayotgan shay'larning esilligini e'tirof qilish, ondan ularni yaratgan zotning cheksiz qudratini tonish demakdir. Bu og'zaki tasbih emas, amaliy tasbihdir. Bir tomchi suvni ko'rgan olim uning oksigen bilan hidrogendan ma'lum nisbatda tarkib topgan suv ekanligini, agar u o'zining shu normalligidan o'zgaribli ketganda suv emas, boshqa narsaga aylanib qoladiganligini obdan biladi. Buningdan Alloh taolaning qudratini va hikmat bilan shundoq o'rinlashtirganligini tushunadi. Mundaq olimning ilmi suv tomchisini faqat bir tomchi suv xolos deb biladigan olimning ilmidan albatta yuqori va kuchli ilmdir. Shuningdek, bir tal qor donasini ko'rgan olimmi uningdagi badiiy san'atni, diqqat bilan loyihalangan go'zallikni ko'radi. Shubhasizki, buning bilan Allohning mahoratini va hikmatlik ish qiladiganligini biladi. Ammo shay'larga yuzaki boqadigan olim qor donasini muzlagan suv deb ko'radi bas. Demak, fanniy ilmni yo'lida ishlatsa, u Alloh taolani to'nitadi.